Nihoyat turibmiz. Mana bu ketmon olib to'g'ri ekinlariga boramiz. Eshik ochsak-chi, kamera yonib qolibdi-ku. Hey barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Galyartuz do'stlar. Meni yangigina videoyimga xush kelibsizlar. Har doimgi ish, ya'ni olis ekinlariga qarab chiqamiz. Mana bu yerni ham olamiz. Bitta cho'milib o'rish kerak. Muz degani suv qish oyi dekabrr. Mana buni olamiz. Mana bilan ham chiqish kerak. Bo'ldi, Supermenda ishlayman o'zim. Supermendan ham tezman, ozgina tez olganimga Minecraft ham qotib yordi. Uzrasizlar. Shuni ham olib chiqamiz. Mana ham olamiz. Endi bularni qaytadan ekib chiqish kerak. Obunachilar, fermerchilikdan ajoyib baraka kelyapti. Meram oyligimizni beryapti. Mana bilan ishlasak-chi. Yo'g'otga kartoshka ekish kerak obunachilar. Adashib ketdim. Arig'iga mana bu tushib qopti. Olish kerak. O'tgan safargi videoyimda normalniy prosmotr qildilar, lekin hech qanaqa obuna kelmagan. Iltimos kanalga obuna bo'lib like bosing. Axir men ham siz uchun harakat qilyapman. Telegram kanalimning silkasi kommentariyada bo'ladi. Albatta o'tib unga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Men sizlar uchun katta harakatdaman, shuning uchun mehnatimni bir pul qilmaysizlar. Ertalabdan video olaman sizlar uchun. Buni sasigan kartoshka, ya'ni aynib ketgan, chirib quyosh o'tirib olgan. Mamutlarni borachik Merruga ham yaqin kelib qoldik o'zi obunachilar. Mana assalomu alaykum janoblar. Xo'sh, poliziklarni olib keldim. Alaykum assalom, qani berchi. Mana berdik. Xo'sh, obunachilar oppo. Mana bularni beramiz. Mana. Bo'ldi, xayr. To'xta. Nima deysiz? Hali ketmaganim yo'q-ku. Bugungi qishloqqa bitta mehmon keladi. Mehmon? Men nima qilay mehmon kelsa? Sen uni kutib olasan. Kutish bo'lsa kutish. Lekin u boyvachchaning bolasi. Menga farqi yo'q. Boyvachchanikimi, prezidentnikimi farqi yo'q. Bo'pti, uni kutib ol. Bizning qishloqqa odatda hech kim kelmasdi-ku. Bo'pti, boraylikchi. Buni elementarga solamiz, balki kelib qolar. Mana garajga, uyimizga ham keldik obunachilar. Narsalarimni to'xtanglar, mana buni yoqavering. Bu bizga kerakmaydi. Oppo elementarni adashib o'tirdim. Yo'lda tashlaveramiz. Yo, kim edi bu? Boyaga aytgan bo'lishi o'sha kerak. Eshikni ochib kutib olamiz. Tutsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Merni uyi qayerda? To'xtang, merni uyi yuring ko'rsataman. Ismingiz nima, qiziq? Nimanikidan ko'rmayapsanmi? Yo'q, Rahim. Zo'r. Bo'pti, mana merni uyiga ketdik. Mana shu yerda merni uyi, mana shu to'g'ringizdagi merni uyi. Eshikni ochamiz, kiring. Janob mer, mana keldi u. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dadam shu yerda yashaysan dedi, narsalar taxlab qo'yibdi dedi. Ha, bo'ldi. Orqamdagi tomichkadan uyingizni hujjati va kaliti turibdi. Bo'pti, men olib oray hozir. Mana hujjatlari, o'zingizga beraman hujjatlarini. Ushang hozir meni tashlab olmayapman. Bo'pti. Minecraft azizini qotib oldim, men ushang. Obbo, menga o'tib qoldi-yu, mana tashlab oldim. Bo'ldi. Oldingizmi uyingizni kaliti menga, xavotir olmang. O'zingiz chiqing. Obunachilar. Uyim botdi ekan. Mana uyim. To'xtang, bu sizning uyingizmi? Bu axir bir necha yildan beri hech kim bu yerda yashamaydi-ku. Endi dadam shu yerda yashaysan dedi. Bo'pti. Eshikni ochamiz. Bo'ldi. O'rgimchak to'g'ri bosib ketgan, tozalash kerak anchagina.
Bo'pti, keyin kelishamiz. Men o'rgimchak to'rlarini tozalayman, siz yerdagi narsalarni tozalaysiz. Bo'ptimi? Xo'p. Okey. Mana bularni olib chiqamiz. Ish. Sir bo'lmasa, necha yoshsiz? Yo. 18 mi? Osh 18 yoshdagiz bilinyapti. Xo'sh, men bularni sindirishga kirka kerak shekilli. Bo'pti, men hozir uyimga borib kirka olib kelay. Men bu qolib ketibdi-yu. Xo'sh, uyingizni o'zim keyin tayyor qilib bezatib beraman. Birga qo'shni bo'lib yasharmiz. Keng uyimni ko'rsataman sizga. Mana bu shu meni uyim. Xo'sh, to'xtang. Bu yerda nima bor? Bu meni garajim. Garajda oddiy bir Jiguli mashina demo. Jiguli bo'lsa kerak. Yo'q. Siz qishloqda o'zi Jiguli o'ynatadilar. To'g'ri, mana bunaqa geliklar bizga orzudir, lekin bu yoqqa kelingchi. Garajni bir ko'ringchi. Yo'q, bani. Qayerdan olding buni? Shunchaki sir bo'lsa bo'ldi. Okey, o'tgan safargi videoyimda ham shunaqa bo'lgandi. O'tgan safar esinglarda bo'lsa, videoda menga Bugatti sovg'a qilishgandi. Okey, yetmaymiz bo'yga. Yuring, uyimni ko'rsataman sizga. Boy. Keling. Mana eshikni ochay. Mashinangizni qulfladingizmi? Mashinani bu yerga qo'yib kelmoqchiman. Bo'ldi, ko'rdim. Mana kirkani olayman. Kirkani olay. Qani bu yer motoriga qarab buni. Bu yoqqa uyingizni tozalaymiz. Qani. Yuring. Keyin mana bu yerdan tozalaymiz. Bo'ldi, tozalab bo'ldim, boy. Endi mana shu yerdagi mebellarni qo'yib beraman, bo'ldi. To'xtang, men bularni yig'ishtirib olay. Mana bu yerda lampa bor ekan, buni oxirida o'rnatamiz. Bu yerda lampani chirog'i. Menga bering, o'zim o'rnatib chiqaman. Chotki qilibman, chunki oldin nima bo'lganda, men dizayner bo'lgandim, ajoyib o'rnatardim narsalarni. Mana bu yerga gaming kompyuter oxirgi o'simdi. Yo-mayo. Bilib turibdi, o'sha yerdan stollarni tashlang, adashmasam u yerda stollar ham bor edi. Xolodilnik ham bor edi. Hozir. Yotoq ham bor edi. Yotoqni ham uxlatibsiz. Okey, mana bularni oling. Qochib turing, boy. Hozir yotoqni o'rnatay. Divanda juda ham og'ir ekan. Keng divonni bo'tga o'rnatamiz. Rozimisiz? Kompyuterni esa eshikni bo'pti. Buni esa bo'tga o'rnatamiz. Bu kompyuterni esa bo'tga. Mana bu yig'ilganni esa mana bu qo'yamiz. Mana bo'ldi. To'xtang, bo'lmaydi bu. Mana, ajoyibmi? Bo'tga buni qo'ysak, keyin bo'tga bitta lampani hozir. Urmang. Mana bo'ldi. Bo'tga siz ovqatlanish uchun yo'q, bo'lmaydi bu. Sindiramiz bo'tni, obunachilar. Mana bo'tga to'xtang, bu ham bo'lmaydi. Bitta normalniy yer ham yo'q. Bo'pti, bitta stol bo'laveradi sizga. Chunki bitta o'zingiz yashaysiz-ku, shundaymi? Mana shunday qilamiz. Ikkita stol bo'tga, xolodilnik. Mana bo'tga qo'yamiz. Yo'q, xato qo'yib yubordim. Endi buni sindirishga kirka kerak desam, kirka o'zimda edi-yu. Bo'ldi, olamiz. Xolodilnik sikib o'tib qoldi. Qo'yaverish o'zingiz. Okey, narsalaringizni qo'yish uchun men bu yerda quti qo'ydim. Bo'ldi. To'xtang. Nima deysiz? Yo-mayo, pullarmi? Yo'q, u yerda. Shuncha pulmi? Qancha pul bu? O'zi dollardanmi? Yo'q, $21. Yo'q. Yo-mayo, qishloqning izmiritidan katta pul-ku bu. Bo'yingiz bilinyapti-da. Bo'pti, xayr, yaxshi qo'shni bo'lamiz.
Bo'pti. Okey. Bitta narsalarni qo'yib yuborayni. Bo'pti. Qani hujjatini qo'yib yuborish kerak. Hamyonni qo'yib yuborish kerak. Hamyonimda nechta pul bor ekan? Hamyonimni tekshirib yuborayin. Yo, obunachilar ko'rdinglarmi? Pichlab nimadir deyapti. Ha, bo'pti. Men uyimga boray. To'xta, aytgancha mebellarni bermabman-ku, mana bu ortiqcha mebellarni. Okey, boraylikchi. Kiring. Okey. Boy, mana bu narsalaringiz qolib ketibdi menda. Mana oling buni. Mana bo'ldi. Xayr unda. Xayr. Okey. Xo'sh, obunachilar, xayr do'stlar, sizlar bilan men Galyarduz bo'ldim do'stlar. Ko'rdinglar, bizda qishloqda yangi o'yinchi keldi. Agar shu videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Kelasi qismlarda xohlasanglar boy bilan biznes qilamiz. To'g'rimi boy? Hozir o'zidan so'rab ko'rish kerak. Boydan so'raymiz. Yo, to'xtab turing. Boy, biznes qilamiz shu qishloqda. Ha. Qanaqa biznes desanglar, do'kon ochamiz obunachilar. To'g'rimi boy? Ha. To'xtang, qayerga ketyapsiz? Mana sizga bitta shaqada. Mana menda PPda zo'r yo'q. Bo'p turimiz. Hammaga xayr do'stlar. Sizlar bilan men Galyarduz bo'ldim va boy obunachilar. Okey, hammaga xayr. Kelasi videolarda ko'rishguncha.